Yo'q, qanday? Xo'sh, bugungi videomizda biz qishloq topib kuchayishga harakat qilamiz. Xo'sh, bo'lmasa biz boshlaymiz. Xo'sh, mana birinchi daraxt kavlaymiz, ya'ni sindiramiz. Endi daraxt olamiz. Xo'sh, birinchi daraxtimizni oldik. Daraxt sindirib bo'lganimizdan keyin ko'rishamiz. Mana biz hozir daraxt sindirib bo'ldik. Endi esa tosh kavlashga o'tamiz. Mana bu yerda tosh bor ekan. Shu yerga borib hozir tosh kavlaymiz. Hozir mayin qilib olganimizdan keyin ko'rishamiz. Mana hozir tosh kavlab bo'ldik. Hozir temir tosh aslahalariga o'tamiz. Mana hozir qilich yasayapman. Hozir esa bolta. Mana hozir verstakni sindirib olamiz. Hozir endi esa mol qo'ylarni qidiramiz va ovqat yig'amiz. Agar hozir cho'zilib ketsa video, sizlarga qishloq chiqqan payti ko'rishamiz. Mana biz hozir qishloq topdik. Endi shu qishloq bo'yi yuramiz va ko'ramiz, shu qishloqni aynalamiz. Qani yerda qishloq bor ekan. O'zi qanday qishloqi, qayoqqa ketganini bilmayman. Xo'sh, mana oldimizdan o'tib ketdi. Xo'sh, mana bu yerda ikkita uy bor ekan. Bu uyda kichkinagina villager ham o'tib ketdi oldimizdan. Mana bu yerlarda ham bitta katta uy bor ekan. Mana yerda esa bitta golem turibdi. Ana bu yerdagi uyga borib ko'ramiz. Hozir shu uyga borib ko'rib, agar sandig'i bo'lsa, sandiqdagi narsalarni ham olamiz. Xo'sh, mana bu yerda oddiy qishloqi turibdi ekan. Xo'sh, mana bu uyga hozir kirib ko'ramiz. Xo'sh, eshikni endi asaloq ochamiz. Bu hozir bu yerda sandiq yo'q ekan. Xo'sh, bo'ldi. Bo'lmasa chiqamiz bu uydan. Eshikni esa yopamiz. Uncha yaxshi yopilmay qoldi. Endi yaxshilab yopildi. Xo'sh, bu yer agar kon bo'lsa, temir bo'lsa olamiz. Xo'sh, mana bu yerda 3 ta uy bor ekan. Endi shu uyni oldiga borib ko'ramiz. Bu narsalar bo'lsa olamiz. Hozir borib ko'ramiz. Mana birinchi uyga hozir kiramiz. Eshikni endi ochamiz. Eshik ochildi. Eshikni yopamiz. Endi esa sandiqni ochib ko'ramiz. Yaxshi, non bor ekan. Olamiz buni. Endi bu qishloqdan, bu uydan chiqamiz. Mana chiqdik. Endi eshikni yopib qo'yamiz. Ikkinchi uyga borib ko'ramiz. Endi xo'sh, mana keldik. Endi eshikni ochamiz. Kiramiz. Eshikni yopamiz va sandiqni ochib ko'ramiz. Xo'sh, bitta non, 6 ta kartoshka bor ekan va 2 ta olma bor ekan. Ularni olamiz. Hozir videomiz tugadi. Ikkinchi qismida endi ko'rishamiz.